Assalomu alaykum. Drongo brendidan TK Pro'miz akkumulyator 6 tali. Balon razmeri 12 ga 90 ga 90 razmerda bo'ladi. Motor quvvati 72 ga 240 vatli bo'ladi. Yurish tezligi 24 dan oshmaydigan qilish imkoniyati bor. 60 ga chiqadigan funksiyalari ham bor. Qilsa bo'ladi. Oldida savati, orqasi tumbuchkasi, kaska jilelarigacha bo'ladi. Hop. Kaskasi, jileti. Xohlasalarning mana oyoq qo'yidan poli bor. Bu qayerga qo'yiladi deyarli, mana yerga qo'yiladi. Pedalni olib tashlab turib, tortib turib qo'yiladi. Yana nima? Akkumulyator 6 tali. Balon razmeri 90 ga 90 12 razmerda bo'ladi. 3 kilometri 50 dan 80-90 kilometrgacha yurish, minib yurgan odamning kilosiga yuradigan tezligiga qarab turib, podiyomga qarab o'zgaraveradi. Xo'p, buni narxi skitkada hozirgi kunda $410 bu ham. 450 sotilardi. Hozirgi kunda $410 dan qilib beryapmiz. Sizga zarur bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Eski skuterlar bo'lsa, eski skuterga ham bartaraf qilinaveradi. Kelishining holatda chiroyli qilib beriladi.